Tonalniy krem, SPF stick yoki SPF spreylarni himoyasi yetadimi? Tajriba qilib ko'ramiz. Tajriba uchun bizga faqat oshxona tarozisi yetadi. SPF faktorini 50 ekanligini tekshirishganda 1 cm kvadratga 2 mg krem surishadi. Demak, butun yuz va bo'yinga taxminan 2,5 gram SPF kerak bo'ladi. Tonalniy kremni 2,5 grami taxminan shuncha bo'lar ekan. Yuzimizga shunaqa qalin qavat tonalkani suramizmi? Yo'q. Endi SPF stick. Stickni 2,5 gram chiqarishim uchun 80 martacha surishim kerak ekan. Biz esa odatda 5-6 marta surib ketamiz. UV kamera ham himoyani qanchalik yetarlicha ekanligini ko'rsata olmaydi. Shunchaki himoya bor yoki yo'qligini ko'rsatadi. Spreyni esa 40 marta sepishim kerak ekan, lekin buni qanchadir qismi havoga uchib ketishini hisobga olsak, yanada ko'proq sepish kerak bo'ladi. Demak, yetarlicha himoya uchun yaxshi variant SPF kremlar. Suyuqroq 50 ml kremda taxminan 65 gramcha bo'ladi. Demak, har kun 2,5 gramdan ishlatsam 26 kunda tugashi kerak. Lekin bu ham faqat yuz va bo'yin yetarlicha SPF surarkanmizmi?